Ko'rib turgan 20 kishilik stol-stullarimiz Samarqand viloyati Samarqand shahriga zakazga tayyorlab berildi. Bu komplektimiz 8 metrli uylarga mo'ljallangan. Xon taxtasining razmeri 5,5 ga 1,20. 4 ta tumba oyoqlari bor. Tumba oyoqlarini yotkizib qo'yib, uylarga yosh katta onaxon yoki otaxonlarga ehson qilsanglar, bizda xoniylar bemalol 25 tagacha mehmonlar kuzatsa bo'laveradigan komplektimiz. Stullari yong'oq yog'ochdan yasalgan. Tugma postonda qilinib, sidinalariga 12 santimetrli machalka qo'y materiallar bilan qoplangan. Bu komplektimiz 11 million so'mga tayyorlab berdik. 11 million so'mga bu komplekt arziydim, arzimadim, o'zingizlar fikringlarni kommentariyaga yozib o'tib ketasizlar. Kommentariyalarni ochib qo'yganmiz. Bemalol kommentariyalarda yozib, qanaqangi savollar bo'lsa, bemalol beraverasizlar. Iloji boricha barcha savollarga javob berishga harakat qilib boryapmiz. Kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysanglar, keyingi video obzorimiz Jizzax viloyati, Jizzax shahriga tayyorlangan Xurram fasonli stol-stullar to'g'risida bo'ladi. Sizlarga batafsilroq ma'lumotlar berish uchun alohida video obzor qilib boryapmiz. O'zbekistonning barcha viloyatlari qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh hamda Qorasuv shaharlari, Tojikiston Respublikasining Andarxon chegaralarigacha dastavka xizmatlarimiz bor. Andijon shahriga dastavkamiz besplatniy. Telegram raqamlarimizni qoldiramiz video ostida. Telegram raqamlarda Telegram kanallarimiz bor. Telegram kanallarimizda ham bemalol